بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hurmatli jamoatimiz, bugun biz Suvarul Hayat Sahaba kitobi asosida sahobalar hayotidan o'rganib kelyapmiz. Bugun ulug' sahobalardan biri Baro ibn Malik radhiyallohu ta'ala anhuning hayotlari haqida qisqacha suhbatlashamiz. Baro ibn Malik al-Ansori, bu kishi Ansoriylardan, ya'ni Madinada tavallud topganlar. Va bu kishi biz juda ham ko'p nomini eshitgan Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning akalari hisoblanadi. Tug'ilganligi haqida, qaysi yili tug'ilganligi haqida aniq ma'lumot yo'q, lekin vafotlari hijriy 20-yili Tustar shahrida bo'lgan. Tustar shahri u vaqtda Fors davlatiga qaragan, hozirgi kunda Eron hududiga kiradigan Tustar degan shahrda shahid bo'lganlar. Bu kishini ko'rinishlariga keladigan bo'lsak, doim sochlari to'zg'igan, kambag'allikdan sochlari chang-g'ubor bo'lib yuradigan kishi edi. Va jismlari juda ham kichkina, bo'ylari kichikgina ko'rinadigan, umuman bizda o'zbeklar nima deydi, qoq suyak bo'lib deydi. Shunaqa juda ham og'ir kishi bo'lganlar. U kishini bir ko'rgan inson juda ham nozik odam ekan deb o'ylaydi. Shunga qaramasdan arablarda jang qilganda avval ikkita taraf urushdan avval 3 ta, 5 ta, 10 talab odam urushdan avval yakkama-yakka kurashadi. Shundan so'ng umumiy janglar boshlanadi. Xuddi shunaqa muboraza deb ataydi buni arablar. Muboraza janglarda yakkama-yakka chiqqan urushlarda 100 ta mushrikni qatl qilgan bu kishi. Shunchalik jon ko'rsalar. Juda ham botir bo'lgan. Bundan tashqari juda ham ko'p urushlardan minglab mushriklarni qatl qilganlar. Juda ham baquvvat inson, kichkinalikka qaramasdan. Bu kishi haqida agar gapiramiz desak, juda ham bu kishining hayotida sodir bo'lgan voqealar juda ham ko'p, lekin bizning vaqtimiz qisqaligi tufayli bitta hikoyasini keltiramiz. Bu voqea Payg'ambarimiz alayhissalom vafot etgan ilk davrlarda sodir bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan so'ng xuddi u zot hayotligida insonlar jamoat bo'lib islomni qabul qilganlari kabi jamoat bo'lib islomdan chiqadi. Murtad bo'lgan. Alloh subhanahu. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu muhojirlar va ansoriylarni jamoat to'plab, musulmonlarni to'plab 11 ta jamoat tuzib qo'shin to'playdi. 11 ta jamoatga 11 ta musulmonlar. Va har birini alohida yerlarga, musulmon yerlariga jo'natadi. Mavjud murtad bo'lganlarni yana qayta dinga da'vat qilib, dinga kiritish uchun. Bu murtad bo'lgan qavmlarning ichida eng kuchlisi Musaylama Kazzobning jamoasi edi. Musaylama Kazzob Payg'ambarimiz alayhisolamning vafotlaridan so'ng payg'ambarlikni da'vo qilgan edi. Uning atrofida yengilmas 40 mingtalik qo'shin to'plangan edi. 40 mingta, juda ham katta son. 40 mingtalik qo'shin bor edi. Aynan mana shu Musaylama Kazzobga qarshi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Ikrima radhiyallohu anhuning boshchiligida bir jamoat musulmonlar qo'shinni jo'natdi. Va Musaylamaning qo'shini juda ham ko'pligi tufayli Najd degan joyda Yamoma degan yer bor. Najd bir viloyatning nomi bo'lsa, Yamoma bir joyning nomi kerak. Shu joyda musulmonlarning qo'shini Ikrima radhiyallohu anhuning qo'shini bilan Musaylama Kazzobning qo'shini bir-biriga duch keldi va osonlik bilan musulmonlarni Musaylama Kazzobning qo'shini mag'lubiyatga uchratdi. Bu holatni eshitgach, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yana qaytadan ularga qo'shin yubormoqchi bo'ldi. Endigi safar, bu safargisida Xolid ibn Valid ulug' sahobaning qo'mondonligi ostida
yana bir jamoa musulmonlarni yubordi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu qo'shinlar bilan bordilarda, endi urushga kirishganlarida yana Musaylamaning qo'shini osongina ularni mag'lubiyatga uchratishga oz qoldi. Bilamiz, urushdan avval bir jamoa urushga kelgan bo'lsa, bir joyga chodir tikadi, chodir tikib o'rnashib, chodir tikkan joydan sal uzoqroqqa borib, bu joyda urush qiladi, to'g'rimi? Xuddi shunday Musaylamaning odamlari shunday kuchli bo'ldiki, musulmonlarning tikkan chodirlarigacha kelib buzib tashladi. Shunchalik bostirib kelishdi. Xolid ibn Validning qo'shinni tarmoq qilishiga oz qoldi. Shunda Xolid ibn Valid va boshqa musulmonlar o'ylashdiki, agar bugun ham yengilsak, shu Musaylamaning qo'lida bugun yengilsak, bugundan boshlab islom dini yo'q bo'ladi. Nima uchun yo'q bo'ladi? Xavotirga tushdi. Chunki Muhammad alayhisalom tirikligida hamma joyda musulmonlar g'olib bo'ldi-ku, to'g'rimi? Muhammad alayhisalom vafotidan keyin Musaylama kazzob payg'ambarlikni da'vo qildi. Endi Musaylamaning qo'shini yutsa nima degani bo'ladi? Endi Musaylama haqiqiy payg'ambar emas, shuning uchun buni qo'shini yutyapti degan gap bo'ladi. Va islom dini to'liqcha tugadi. Shuni o'ylashda musulmonlar hammasi qaytadan ruhlanib turgan joyga kirishdi. Shulardan biri Sobit ibn Qays roziyallohu anhu. Bu ansoriylarning bayroqdori edi. Bayroqdori. Bilamiz, urushda qaysi jamoaning bayrog'i oldiroqqa borsa, teparoq ko'tarilsa, o'sha jamoa o'sha yergacha egallaganini bildiradi. Hududni egallaganini bildiradi, g'oliblikni bildiradi. Sobit ibn Qays roziyallohu anhu o'limini ko'rdilarda, shu joyda o'zlarini kafanga uradilar. O'zlari ustiga matolarni kafan qilib uradilarda, ozdan xushbo'ylik suradilar va yerdan bir chuqur kavlab tizzalarga yaqin bo'lgan joyigacha oyoqlarini ko'mib oldilar. Nima uchun? Mushriklar quvada orqaga qochib ketdi. Orqaga qarab qochmaydi. Shu yerda qat'iy tura olay. Qayoqdan o'q kelsa ham oyog'im yerdan uzilmasdan yiqilmay turay dedilarda, bayroqni nayzasini yerga solib, bayroqni mahkam ushlab turdilar. Shu yerda bu qat'iyatdan mushriklar ko'rib, murtadlar ko'rib, u kishini ham borib qatl qildilar. Va yana bir bahodirlik ko'rsatgan sahobalardan biri shu yerda Zayd ibn Xattob roziyallohu anhu. Bu kishi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu akalari edi. Bu kishi musulmonlarga aytdi: "Ey insonlar, bor kuchlaring bilan harakat qilinglar. Kurashinglar. Orqaga qarab ketmanglar. Ruhlantirdilar." Bunga o'xshagan sahobalarni juda ko'p misol qilishimiz mumkin. Bularni barchasini bahodirligini, ruhlantirishini bitta qilsak ham biz o'rganayotgan Baro ibn Malik roziyallohu anhuning bahodirligiga teng kelmaydi. U kishi nima qildi? Urush juda ham qizigan, musulmonlar yengilayotgan vaqtda qo'mondon Xolid ibn Validning ko'ziga Baro ibn Malik ko'rinib qoldi. Baro ibn Malik aytdi: "Jismi kichkina." Xolid ibn Validni ko'rdi: "Ey ansoriylarning yigitchasi" dedi. Yosh yigit o'xshatdi, jismi kichkina. Sheriklariga qara, sheriklaringga dedi. Baro ibn Malik sheriklariga, ansoriylarga qarasa, ular orqasiga qarab qochyapti. Shunda Baro ibn Malik ortiga qaradilar-da: "Ey jamoamiz, bugundan boshlab, bugundan keyin biz uchun, sizlar uchun ham Madina shahri yo'q edi. Bugundan keyin biz uchun Madina shahri yo'q. Biz uchun faqatgina Alloh bor, jannat bor. Biz uchun endi Madina yo'q." Buni eshitgan musulmonlarni ichidan g'ayratlari kelib, shunchalik qattiq urushga kirishib ketdilarki, Yamoma degan joy yaqinida bir o'lim bog'i deb nomlangan bir bog' bor. Tarixda shu o'lim bog'i degan nom bilan qolgan, chunki aynan mana shu jangda juda ham ko'p insonlar shu bog'ning ichida o'ldirilganligi uchun o'lim bog'i deb ataladi. Musaylama kazzob qo'shinlari bilan shu bog'ning ichiga qochishdi. 40 minglik qo'shinlar bog'ning ichiga qochdi. Musulmonlarning soni ularning yarmicha ham emas. Alloh taolo ularga nusrat berdi. Shunda endi bog'ning atrofi baland devorlar bilan o'ralgan va eshikli joy.
Musaylama Kazzob qo'shinlari bilan bog'ning ichiga kirib, devorlardan qal'a sifatida foydalandi va darvozasini ichkaridan qulfladi. Ichkariga o'zining askarlarini qo'yib, devorni ortidan endi musulmonlarning ustiga yomg'ir kabi kamon o'qlarini yog'dira boshladi. O'z-o'zidan musulmonlar nima qildi? Bog'ni oldiga bora olmaydi. Boraman desa kamondan o'q tushadi. Bora olmay qoldi. Baro ibn Malik o'ylab o'tirmasdan to'p otar. Manjanik deb ataladi, to'g'rimi? To'p otar. Qurol. To'p otar qurolni oldiga bordida, "Mani shunga qo'yib otinglar" desa ichkariga. Darvozani ro'parasiga to'g'rilab otinglar. Ichkarida yo men shahid bo'laman yo sizlarga darvozani ochib beraman dedilar. Qarang, uzoq joy. U bog'ning ichiga darvozani yog'ib tushganda qanday joyga tushadi bilmaydi. Askarlarning ichiga tushadimi, nayzaga tushadimi? O'zlari bilmaydi, lekin Allohga bo'lgan iymoni kuchligidan shunday bo'ldi. Ko'z ochib yumguncha manjaning quroliga o'tirdilar. Va sahobalar ham qolgan u kishini otdi. Aynan Musaylamaning qo'shinlari qaynab turgan joyni askarlarning o'rtasiga chaqmoq kabi yonib tushdilar. Darvozaga yaqinroq borib 10 ta murdadni o'ldirdilar-da, qatl qildilar-da, darvozani ochishga muvaffaq bo'ldilar. Aynan shu 10 tani qatl qildilargacha u kishining jismida 80 dan ziyod qilich va nayzaning jarohatlari bor edi. Lekin eshikni ochdi. Eshik ochganda xuddi suv to'planib turib, birdan qo'yib yuborsa juda ham kuchli to'fon kabi bo'ladi. Xuddi shu kabi darvozadan musulmonlar oqib kira boshladi. Bir zumda 20 mingta Musaylama Kazzobning qo'shinini qirib yubordi. Va Musaylamani ham o'sha zahoti qatl qildilar. Shundan so'ng Baro ibn Malik roziyallohu anhuni ko'rishib qo'lga olishdi va uni zotning uloviga mindirib davolagan olishdi. Ularning boshida aynan Baro ibn Malikning boshlarida Xolid ibn Valid tomonidan bir oy qimirlamay turib davolandi. Alloh taolo o'ziga shifo berdi. Baro ibn Malik tuzaldi. Maşallah. Undan keyin ham juda ham ko'p ishlarda qatnashdilar u kishi. Oxiri tustar yerga kelganlarida Alloh taologa duo qildilar. Ey Robbim, shuncha xizmat qildim. Menga shahidlik maqomini bergan deb duo qilganlarida Alloh taolo o'zining duolarini ijobat qilib, shu yerda Hijriy 20-yili shahid bo'ldilar. Alloh taolodan barchasidan rozi bo'lsin. Va bizni ham barchamizni o'sha zotlar mana jonlaridan kechib bizga qoldirib ketgan dinga to'liq mukammal amal qila oladigan insonlardan qilsin barchamizni. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Amin. Ya Robbi, bu qilgan ma'ruzalarimizni avvalo o'zimizga qolaversan, barchamizni amal qilishimizni o'zing nasib aylagin ya Robbi. Solihlarni ismlari, solihlarni hayotlari zikr qilganda o'zing rahmating yog'iladi ya Robbi. Bu jamoatimizga o'zing rahmating yog'ilgan jamoatlardan qil ya Robbi. Bizni bobolarimiz, ajdodlarimiz bizga jonlaridan kechib qoldirib ketgan yurtlarini, dinlarini mukammal tutib, ularga mukammal amal qilishimizni o'zing nasib aylagin. Va qiyomat kuniga qadar keladigan zurriyotlarimizni ahli solihlarni chiqargin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.